Buni endi anglab yetdim. Bu birinchi oliy oy. U boshqa oliy oylardan farq qiladi. U juda muhtaram va buyukka o'xshayapti. Tig'i egilgan bo'lsa-da, uni qilichi bor ekan. Bu inson oldin iblislar qotili bo'lganmi? Demak, u qandaydir nafas usulini foydalanuvchisi bo'lsa kerak. Men dahshat hissini to'xtata olmayapman. Tanam jang qilishdan bosh tortyapti. Bu holat oldin hayotimda bo'lmagan edi. Sening isming nima? Tokito. Muichiro. Juda yaxshi. Tushundim. Demak, Sugikuni ismi allaqachon yo'q bo'lib ketgan. Sugikuni? U kim bo'ldi? Bu 100 yillar oldin edi. Keyin hammasi buni oldini olib bo'lmas edi. Men inson bo'lgan vaqtimdagi ismim Sugikuni Michikatsu. Sen Sugikuni oilasining bir a'zosisan. Meni bolalarimning avlodidansan. Sen meni avlodlarimdansan. Avlod? Menmi? Bu insongami? Bo'lishi mumkin emas. Bunga ishonmayman. Demak, bu odam birinchi nafas egasimi? O'zingni bos. Hech nimadan qo'rqma. Tinchlanib ol. Sen ruhiy kuching maqtovga arziydi. Sen qo'rqding va qisqa vaqt ichida tinchlanding. Tuman nafasi. Ikkinchi kata. Tuman. Bu juda yaxshi texnika ekan. Tuman, tushunarli. Yomon emas. Beshinchi kata. Bulutli tuman dengizi. Muichiro. Demak, sen bu yil 14 yoshdasan. Va yoshingga qaramay texnikang mukammal ekan. Menga qarshi chiqishga ikkilangan bo'lsang ham, meni yutish uchun o'zingda shijoat topa olding. Bu avlodimdan kutilgan natija. Qonim ko'p suyultirilgan bo'lish mumkin, lekin bu muhim emas. Meni ismim yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham, hujayralarim kuchaygan va senda saqlanib qolgan. Men bilan hazillashyapsanmi? Seni avloding bo'lsam ham, agar bir necha 100 yillar o'tgan bo'lsa, birorta hujayra yoki qon ham yo'q. Hozirgi paytgacha tanamda hech narsa qolmagan. Mukammal tezlik. Uni harakatlarini o'qish qiyin. Xalaqit qiluvchi uslubdan foydalanadigan texnika. Bu aslida juda ta'sirli. Bu o'ziga tortadi va chiroyli. Menimcha buni Muichiro'ni o'zi yaratgan. Men ham qilichimni chiqarishim kerak. Yo'qsa bu odobsizlik bo'lar edi. Oy nafasi. Birinchi kata. Tungi oy. Maqbara kechasi.
Oy, nafasimi? Shunday qilib bu iblisga aylangan bo'lsa ham nafas texnikalarini ishlata oladimi? Uni tezligi butunlay boshqa darajada. Ajoyib. U qo'li kesilganda yo'q, qon ketishini to'xtata oldi va yana hujum qilish uchun menga yaqinlashyapti. Tuman nafasi, butunlay kesish. Mening avlodim, seni iblisga aylantirishimga ruxsat ber. Shunda o'sha iblis uchun foydali bo'lar eding. O'z hujayralarimdan bo'lgan avlodim bo'lishini hatto o'ylamagan edim. Bu meni to'lqinlantirib yubordi. Qo'rqishingga hojat yo'q. Yoki qo'lingdan xavotirlanayotgan bo'lsang, agar iblisga aylansang u qayta tiklanadi. Hozirda yaxshi jang qila oladigan yagona oliy oy bu menman. Va o'sha odamga ishonamanki, u seni iliq kutib olgan bo'lar edi. Menga qoningni to'xtatishim uchun ruxsat ber. Odamlar juda ham nimjon. Ammo agar sen ko'p qon yo'qotishdan oladigan bo'lsang, yokida o'sha iblis odam seni qabul qilmaydigan bo'lsa, keyin esa sen o'lasan va bu o'lim seni taqdiring bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, shu yerda sen uchun hammasi butunlay tugaydi. Sen ham shunaqa o'ylaysanmi? Geniya! Tushundim. Demak, sen iblislarni yegansan. Sen hali ham o'lmading. Garchi tanang ikkiga bo'linib ketgan bo'lsa ham, taxminan 300 yil oldin senga o'xshab iblislar bilan oziqlanadigan qilichboz paydo bo'lgan edi. Men uni tanasini ikkiga bo'lganimda u o'lgan edi. Balki seni boshingni uzib tashlashim kerakdir. Senga o'xshagan chala iblisni tirik qoldirishimga hech qanday sababim yo'q. Emakla, qo'llarimni qayta tiklashim kerak. Shoshil! Shamol nafasi 4-qata. Ko'tarilgan chang bo'roni. Shamol ustuni. Sen to'g'ri topding. Men seni boshingni uzadigan shamolman. Ahmoq. Aka. Senga juda achinaman. Jiddiy aytyapman, uka. Nima deb o'ylaysan? Nega onamizni o'ldirishgacha bordim? Chunki men seni himoya qilishni xohlayman. Shamol ustuni. Seni akang ekanligini bilaman. Lekin bir narsa aniq. Sen iblislar qotiliga aylanganingdan uni qattiq jahli chiqdi. Lekin undan ozgina bo'lsa ham nafrat hissini sezmadim. Shuning uchun undan qo'rqishing kerak emas. Agar unga nimanidir aytmoqchi bo'lsang, borib aytishing kerak. Chunki sababi u seni har doim yaxshi ko'rgan geniya. Sen hali uylanishing kerak edi. Bir nechta bolalaring bo'lishi va qariguningcha yashashing kerak. Onamizga qila olmagan yaxshiliklarimiz uchun va kichkina uka-singillarimizga qila olmagan yaxshiligimiz uchun sen xotining va bolalaringni ular uchun baxtli qilishing kerak edi. Shunda seni hech qanday iblis bezovta qilmasligiga ishonch hosil qilgan bo'lar edim.
Kechirasiz, aka. Juda afsusdaman. Xo'p, aka-uka iblis qotillari. Qandaydir tanish holat. Ukamni kesib tashlashga qanday qilib jur'at etding, olti ko'zli haroma? Kechirmayman. Pastdan uni oyog'ini tagidan hujum qilyapti. Birinchi kata. Chang to'zoni. Kesish. U qilichini chiqardi. Ha, yana boshlanyapti. Bu qo'rqinchli yovuz katana, to'g'rimi? Oy nafasi. 5-chi kata. Arvoh o'yini la'natli burilishi. U hatto qilichini qimirlatmasdan hujum qilyapti. Shamol nafasi. 3-chi kata. Tog' havosida tebranuvchi daraxt. Buni qilaman, ham ruhiy, ham texnik jihatdan men uni eng yuqori nuqtasini ko'rdim. Bu odamni texnikalarini ko'rib, etim jimirlab ketyapti. 撃の周りに不規則で細かな刃がついてる。 Har bir kesish atrofida notekis va nozik pichoqlar mavjud. Bu o'zgaruvchan shakl bo'lib, uni uzunligi va o'lchami har doim o'zgaradi. Toki mag'lub bo'lgandan hayron emasman. Hujumni qaytarishga harakat qildim, ammo u juda g'alati va egiluvchan edi. Tajriba va sezgi bilan amalga oshirish imkonsiz, hatto tezroq. Qo'shimchasiga u nafaslarni ishlatyapti. Qayta tiklanish va jismoniy holati g'ayritabiiy ravishda. Kuchli iblis nafas ishlatyapti. Bundan tashqari uni kuchi va tezligi oshib bormoqda. Bu qiziqarli. Bu iblis o'ldirishga arziydi. Shamol nafasi. 2-chi kata. Poklovchi shamol tirnoqlari. Meni qilichim. Oy nafasi. 2-chi kata. Oy nurida porlagan marvarid gullari. Shamol nafasi. 1-chi kata. Chang to'zoni. Kesish. Sen hali ham texnikalarimga qarshi tura olyapsanmi? Eski xotira. Bular menga ularni eslatyapti. Hatto ko'zimni ochib yumishga ulgurmayapman. Oddiygina xato sababli o'lib ketish hech gap emas. Qadim zamonlardagi Sengoku davrida men shu tarzda
Shamol ustuni va men bir-birimizni shunday tayyorlagan edik. Oy nafasi, 6-kata. Shinazukawa-san! Aka! Aka! Abadiy tundagi yolg'iz oy, uzluksiz azob. Aka! Akajon! Bu yerda nimalar bo'lyapti? Men hech narsani ko'ra olmayapman. Menga qarshi anchagina dosh berding, ammo qimirlasang, tana a'zolaring ichingdan chiqib ketadi. Qon bosimim ko'tarilib ketyapti. Nima? Odamlarni mast qiluvchi ichimlikka o'xshaydi. Iblislar uchun kamyob qon. Senga nima bo'ldi? Oshirib yuborganga o'xshayman. Qonimni hatto oliy o'ylarga ham ta'siri bor ko'rinadi. Qonimni hidlashni o'zi iblislarni mast qiladi. Va bu qon kam uchraydigan qondir. Undan to'liq zavq bilan barhamand bo'l. Telegramdagi Katana TV o'z kanaliga qo'shilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Iblislarni ovlashni boshlaganimdan keyin qonim noyob ekanligini bilib oldim. Onam iblisga aylangan payt bu birinchisi edi. Qon ketishni boshlaganim zahoti onamni o'ldirganimdan keyin harakatlarim sekinlashdi. Ko'zlarim ranglarni ajrata olmadi. Go'yoki hamma narsani ranglari o'chib ketgandek tuyula boshladi. O'sha paytda qilishlar va iblislar qotili haqida hech narsani bilmas edim. Men shunchaki oddiy qurollardan foydalanar edim va iblislarni ushlab, ularni quyoshda kuydirar edim. O'ylab qarasam, bu xuddi o'z joniga qasd qilgandek gap ekan. O'lib ketmaganimning sababi iblislar qonimni ichgan va shunchaki omadim kelgan. Iblislarni o'layotganimda iblis qotilini uchratib oldim. O'shanda-ku men Masachika meni ustoz bilan tanishtirib qo'ygani uchun shu yerdaman. Ammo men bilar edim. Yaxshi odamlar birin-ketin o'lib ketishadi. Shunchaki bu dunyoni bir o'yini. Masachika va men quyi oyni o'ldirgan bo'lsak-da, faqatgina men ustunga aylana oldim xolos. Shamol nafasi, 6-kata, qora tutun bo'roni. Bu yigit jarohatlari bilan harakatlanyaptimi? Agar uni o'rnida men oldin jang qilgan ustunlardan biri bo'lganda, bu jang allaqachon tugar edi. Ammo u qon ketishni o'zi to'xtatdi. U qonini quyuqlashtirdimi? Nafas orqalimi? Muskullarni siqish orqali ichki a'zolarni chiqib ketishini oldini olyaptimi? Nima bo'lganda ham buni oddiy inson qila olmas edi. Buni birinchi marta ko'rishim juda qiziqarli. Qancha vaqtdan beri o'zim mast holatidaman, bu juda ham yoqimli. Yana noyob qon bilan. Kechirim so'rayman, Masachika yaqinda vafot etgan bo'lsa ham seni bu yerga chaqirganim uchun. Biz aka-ukadek yaxshi bo'lib ketganimiz uchun bu yanada og'ir botgan bo'lsa kerak. 名前
Shinizuka-kun. Oyakata-sama boshliq bo'lgandan beri vafot etgan har bir iblis qotillari va ularning ustozlarini ismini eslab qoladi. Muhim bir kishi tabassum qilmoqda. To'liq umringga yetadigan kuninggacha baxtli yasha. Ularning hayotlari hech qachon nohaq xavf ostida qolmasligiga umid qilaman. Agar hatto men, hatto u o'sha odamning yonida bo'lish uchun yashay olmasa ham, men sen hayot bo'lishingni xohlayman. Men seni omon qolishingni xohlayman. La'nati, hatto tegmadi ham. O'y nafasi. 3-kata. O'lim o'yini kesish nuqtasi. Uzluksiz yomg'ir yog'adi va bahor keladi. Biz iblislar qotillari olmaymiz. Bu dunyoni iblislardan tozalab, qirib tashlamagunimizgacha